Kim navbatchi? Sevara navbatchi. Sevara bugun darsga kim qatnashmayapti? Ishtirok etmaganam. Abduqahhor va Maysara. Bo'lib bitta nafar talabamiz. Nimaga kelmayapti u Abduqahhor? Mazasi yo'q. Mazasi yo'q, kasalligi uchun kelmayapti. Rahmat, o'tiring. Qolgan hamma darsga qatnashyapti, to'g'rimi? Demak, bugun sizlar bilan ochiq mavzu mashg'ulotini boshlaymiz. Mavzuyimiz ijtimoiy xizmat tizimining shakllanishi. Daftarimizga yozib olamiz. Ikkita rejadan iborat. Rejalarga daftarimizga yozib olamiz. Birinchisi aholiga ijtimoiy xizmatlar mohiyati va tasnifi. Ikkinchisi ijtimoiy institutlar tarmog'ini rivojlantirish davlat xizmatlari bo'yicha gaplashamiz. Yozib oling. Hop, darsimizni rejalarini yozib oldikmi? Yozib bo'lmagan bo'lsangiz yozib oling. Hop, bugungi darsimiz shiori ta'lim bu hammasi esdan chiqqanda qoladigan narsa. Yapon xalq maqoli. Haqiqatan ham hayotimiz davomida hamma narsa esimizdan chiqib ketsa ham, lekin olgan bilimlarimiz, ilmlarimiz hayotda doimo kerak paytda asqotadi, to'g'rimi? Xuddi shuning uchun ta'lim eng kerakli hayotimizda eng kerakli bo'lgan asosiy masalalardan biri hisoblanadi. O'tgan mavzuyimiz ijtimoiy siyosat va ijtimoiy munosabatlar. Qani endi bir eslab olamiz. Ba'ziga nimani tushunamiz. Kim boshlab beradi? Kimlar boshlab beradi? Ijtimoiy siyosat deyilganda, masalan, televideniyada oddiy suhbat asosida bo'ladigan ham ijtimoiy siyosat bo'ladi. Masalan, muhtaram prezidentimiz degan masalan qaysi bir davlatga borib suhbat qurib kelishi prezidentlar bilan yoki vazirlarning Siyosat bu qarorlar qabul qilinishi va oqilona natijalarga erishish uchun tashkil etilgan o'sha ataylab ishlab chiqilgan ko'rsatmalar tizimi hisoblanadi. Xo'p, o'zi siyosat bu birinchi o'rinda hamda protokol sifatida amalga oshiriladi. Marhamat. Ijtimoiy himoya tushunchasi 1935-yilda AQShning ijtimoiy xavfsizlik qonunida qayd etilgan. Rahmat. Ijtimoiy himoya tushunchasi. Ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy siyosat. Umuman O'zbekiston Respublikasidagi hozirgi kundagi olib borilayotgan siyosatning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bu ijtimoiy siyosat bo'lib turibdi. Ta'lim, fan, madaniyat sohasi muhtaram prezidentimizning barcha chiqarayotgan qonun osti farmoyishlarida, davlatimiz chiqarayotgan qonunlarda baribir birinchi masalada shu ijtimoiy masalalar turadi. Endi ijtimoiy munosabatlar sizni ta'lim olayotgan jarayoningizda yoki sog'liqni saqlash obyektlariga borganingizda yoki shu mahallada o'z-o'zini boshqarish organlarida qandaydir faoliyatni amalga oshirayotganingizda kimlar bilandir muloqot qilishasiz. Mana shu aynan sizni ijtimoiy munosabatlarga kirishishingiz. Ya'ni jamiyatda, davlatda o'zingizni o'rningizni topishga bo'lgan harakatingizda kimlar bilandir olib borayotgan aloqangiz, munosabatingiz sizni ijtimoiy munosabatingiz bo'ladi. Rahmat hammaga. Demak, bugungi kun sanasi bilan bog'liq, ya'ni 17-mart sanasi bilan bog'liq qanday muhim voqealar amalga oshgan ekan? Sevara boshladi. Bugungi kunimizda o'sha Bangladesh davlatida aynan 17-mart bolalar kuni bayrami sifatida keng nishonlanadi. Rahmat, marhamat. 1992-yil 17-mart sanasida O'zbekiston va Ispaniya davlatlari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalariga doir hujjat imzolandi. 2-martda hozirgi mavzumizga oid bo'lgan ma'lumot bu dunyoviy ijtimoiy ishchilar kuni hisoblanadi. Voy aylanib ketdi. Umid tomonidan ijtimoiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. 1917-martida Davron Salimov, operator, rejissor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi tavallud topgan. Ajoyib. 1991-yil 17-martda SSRni saqlab qolish uchun katta referendum o'tkazilgan davlatlar o'rtasida. To'g'ri. Aynan shu sana, ya'ni 17-mart kuni islom sivilizatsiyasi tashkil topgan ekan. 17-mart kuni Italiya ham o'sha tashkil topgan degan olgan ekan. Italiya o'zi 17-mart kuni asosiy sifatida.
Rahmat. Yana kimda? Marhamat. 12-martda davlat xalifasining boshlig'i Horun Ar-Rashid tavallud. Horun Ar-Rashid. Rahmat. Juda ham muhim kun ekan-a, bugungi kun. O'zi tarixda har bir kunda qaysidir voqealar bilan qoladi, kun tarixi bilan birlikda. Lekin 17-mart sanasida ayni bugungi kunda o'sha ijtimoiy xizmat tizimidagi faoliyat yuritayotgan xodimlar kuni ekanligi ham bejizga emas ekan. Bugungi ochiq darsimiz ham bejizga belgilanmagan ekan. Bu hammasi ichki intuitsiya bog'liq ekan hammasi. Demak, aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish bu fuqaroga yashash sharoitlarini yaxshilash yoki uning asosiy turmush ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun yordam ko'rsatish hisoblanadi. Ijtimoiy xizmatlar ijtimoiy ish jarayonida ko'rsatiladi. Aynan aytib o'tyaptiki, insonlar hammamiz yashayapmizki, yanada yaxshi yashashga harakat qilamiz, to'g'rimi? Uyimizda ham, ayni o'zimiz istiqomat qilib turgan hovli uyimizda ham yana ham yaxshi yashashga, yana ham imkoniyatlarni kengaytirishga, o'zimizga yanada qulay bo'lishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Xuddi shunday ijtimoiy xizmat aholini yashash sharoitini yaxshilash uchun ko'rsatiladigan xizmat hisoblanadi. Insonlar masalan oldin e'tibor qaratsak, bir qavatli uyimiz bo'lsa ham xursand bo'lardik. Hozir mana ko'p qavatli uyda yashayapmiz, to'g'rimi? Oldingi paytimizda svet, gaz, kommunallarda juda muammolar duch kelardik. Hozirgi kunda birinchi bo'lib aholiga qishda mana metallarni, gazlarni to'xtatib qo'yib turib, birinchi bo'lib aholiga gaz chiqazib beryapti. Bu ham bitta aholining yaxshi yashashi uchun, hayotdan xursand bo'lib yashashi uchun qilinayotgan ishlar. Yoki davlat bog'chalarga bera olmaslikda ayollar ishga chiqa olmasdik. Hozirgi kunda xususiy bog'chalarni ochib qo'yib, 1 yoshga yetgan bolamizni ham xususiy bog'chalarga ta'minlayapmizda, o'zimiz ishga chiqib ketyapmiz, to'g'rimi? Bu ham bizni yanada yaxshi yashashimizga va bizga qulaylik uchun sharoit yaratayotganini dalolat beradi. Ijtimoiy xizmat bir so'z bilan aytganda aholining yaxshi yashashiga, hayotdan qoniqib, hayotdan ko'ngli to'lib yashashiga xizmat qilinadigan chora-tadbirlar hammasi ijtimoiy xizmatlar deyiladi. Buni daftaringizga yozib qo'ying, nimaligini. Aholiga ijtimoiy xizmat ko'rsatish, fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash yoki uning asosiy turmush ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun yordam ko'rsatish hisoblanadi. Ana shu joyda o'zigacha yoz. Har xil turdagi ijtimoiy xizmatlar davlat, xususiy va jamoat tashkilotlari tomonidan ko'rsatilishi mumkin. Ijtimoiy xizmatlar ta'lim, umumiy ovqatlanish, sog'liqni saqlash, huquq tartibot, yong'in xavfsizligi, bandlik, bolalarni asrab olish, ilmiy tadqiqot sohalarida ham ko'rsatiladi. Ijtimoiy xizmatlarning asosiy maqsadi aholini tegishli sifatli ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash, inson kapitalini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, shaxsning, aholining, uning tarkibiy qismlarining, ijtimoiy, demografik, ijtimoiy kasbiy guruhlarning, ijtimoiy jamoalarning mavqeini saqlash yoki o'zgartirishdir. Endi ijtimoiy xizmat ko'rsatish turlarini aytib o'taman. Moddiy yordam, buni ichiga kirib ketadi pul mablag'lari, oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar, sanitariya va gigiyena vositalari, bolalarga qarash predmetlari, kiyim-kechak, poyabzallar, kundalik zaruriy predmetlar, nogironlikni oldini olish yoki nogironlar va tashqaridan qarovga muhtoj shaxslarni reabilitatsiya qilish uchun zarur bo'lgan maxsus texnika vositalari. Endi doimiy nostandart xizmat ko'rsatishga muhtoj bo'lgan fuqarolar va oilalarga ijtimoiy vasiylik. Ijtimoiy xizmatlar ko'rinishidagi yordam, tibbiy yoki boshqa ko'mak olishga yordamlashish, bolalarga qarash bo'yicha xizmat ko'rsatish. O'ziga o'zi xizmat ko'rsatish layoqatini qisman yoki to'laligicha yo'qotgan va o'zgalarning doimiy qaroviga muhtoj kishilarga statsionar xizmat. Buni bilasizlar, har bitta tumanda alohida yordamga muhtojlarga kelib qarab ketuvchilar bo'ladi. Mana shu shaxslar tomonidan kelib moddiy, ma'naviy tomondan yordam berib ketiladi. Xo'p, hayot faoliyati uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, tibbiy, psixologik, ijtimoiy xarakterdagi tadbirlar o'tkazish, oziq-ovqat qaror bilan ta'minlash, imkoniyat darajasida mehnat faoliyati, dam olish, hordiqni tashkil etishdan iborat.
ijtimoiy himoyaga muhtojlar guruhini sizlar bilasizlar. Bular boquvchisini yo'qotganlar, ya'ni chin yetim, yarim yetimlar, kam ta'minlanganlar, vaqtincha ishsizlar, sog'lig'ida muammosi bo'lganligi uchun imkoniyati cheklanganlar, nafaqa yoshidagi qariyalar, voyaga yetmagan bolalar va ayollar chet el tajribasi asosida. Endi ijtimoiy xizmatning tamoyillari bor. Ularga nimalar kiradi? Millati, jinsi, yoshidan qat'iy nazar fuqarolar uchun teng imkoniyat yaratish, ixtiyoriylik, o'z-o'ziga ishonish orqali ijtimoiy moslashuvni rag'batlantirish, xavfli yoki nochor holatlarda fuqarolarga manzilli, ustuvor yordam ko'rsatish, insonparvarlik, yaxshi niyat, maxfiylik, profilaktik e'tibor, qonuniylik, xalqaro standartlarni hisobga olish. Talabalar, bugun darsimizda sizlar bilan ijtimoiy xizmat tizimining shakllanishi bo'yicha ma'ruzada o'sha nazariy ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi darsimizni mustahkamlashda sizlar qanchalik bu ma'lumotlarni eslab qoldinglar, tushundinglar, shuni bir so'rab savol-javob qilamiz, xo'p? Birga bo'lamiz. Ya'ni ijtimoiy xizmat deganda siz nimani tushundingiz? Sevara boshladi. Ijtimoiy xizmat ko'rsatish degani bu fuqarolarga yaxshi sharoitlar yaratib berish yoki ularning turmush tarzlari uchun mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish. Rahmat. Ijtimoiy xizmat bu fuqarolarning yashash yoki turmush sharoitlarini yanada yaxshilash uchun imkoniyatlarni ochib beradigan va aynan shularga yordam beradigan tushuncha hisoblanadi. Rahmat. Ijtimoiy xizmat aynan aholini turmush tarzini yanada yaxshilash uchun sog'liqqa, ta'limga va ularni maishiy xizmat ko'rsatish hisoblanadi va asosan bu aholini yanada yaxshi sharoitlarda yashashini ta'minlab beradi. Rahmat. Kim o'zini yashash hududidagi inson ijtimoiy markaziga murojaat qilgan? Bormi ichimizda? Hiç borib ko'rganmisizlar? Inson ijtimoiy xizmatlar markazini ko'rganmisizlar? Oldidan o'tganmisizlar? Ko'rgansizlar? Murojaat qilganmi? Hulkar murojaat qilgan. Qaysi masalaga murojaat qilgansiz? Turmushga chiqayotganimda masalan mahalladan haqiqatan shu hududda yashaydi, ya'ni doimiy yashash manzilimni Toshkent shahriga o'zgartirganim uchun aynan o'sha yoqda menga ruxsatnoma berishini borib propiska masalasi bo'yicha murojaat qilganman. Doimiy ro'yxatda turish uchun, ro'yxatga olish uchun, shuning uchun murojaat qilgansiz. Rahmat. Ijtimoiy institutlar tushunchasini, mohiyatini ochib beringlar. Ijtimoiy institutlar deganda o'zi oila, mahalla din kirar ekan. Ular har biri masalan oila deganda nikoh va tug'ishganlikka asoslangan kichik guruh, mahalla bir necha oilalarni birlashtirgan, ma'lum bir joyni hudud qilib olgan, keyin madaniy, tarixiy qadriyatlar bo'yicha alohida ajralib turadigan birlashma. Rahmat. Rahmat. Din so'zining lug'aviy ma'nosi. Din arabchadan olingan bo'lib, e'tiqod, ishonch, itoat degan ma'nolarni bildiradi. Rahmat. Shu rahmat. Bugun hamma darsga juda ham e'tiborli, diqqat bilan eshitib o'tirganlaring, yozib o'tirganlaring bilindi. Juda ham faolsizlar, 3-kurslar. Va biz keyingi darsga o'tadigan mavzuyimiz turli sohalardagi ijtimoiy ishning xususiyatlari, sog'liqni saqlashda, ta'limda, fan, madaniyat, barcha sohalardagi ijtimoiy xizmatni va ijtimoiy ishni ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa mustaqil tarzda bu mavzuni o'qib, o'rganib, sizlarga tashlangan o'sha umkadan yaxshilab o'rganib kelasizlar va biz keyingi darsga yana ham bu darsni mustahkamlashga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.